Sen jinnimisan, Chumoga o'xshab yuraverasanmi? Bir marta 10 ming tikib qo'yib, endi seni butun umr sog'ib yuradimi? Ravshan, nima gap? O'rtoq, bir ikkita ishlab boshlagan edim. Ozgina puldan qiynalmayman. Agar xohlasang, biznes qilsa, zo'r g'oyam bor edi. Bo'ldi o'rtoq, qanaqa ish? Mana shu joy o'rtoq. Restoran qilamiz. Arendatorlarning hammasi bilan gaplashib qo'yganman. Nima deysan? Yoqdimi senga? O'rtoq, joyi zo'r. Bo'tkin ish pul tikish kerak, keyin qanaqa kelishamiz? Xullas o'rtoq, bo'tga 10 ming kerak bo'pti. 10 ming pul bersang, hamma narsani o'zim hal qilib qo'yib bo'lganman. Sen kelib o'tirishing ham shart emas. 50 ishlaymiz. Nima deysan? Agar to'g'ri kelsa o'rtoq, Bo'lmasa o'rtoq, sen ishni boshlaver, bolla pulni tashab ketadi. Ha o'rtoq, ishlarda qiynalmayapsanmi? men o'rtoq kelganing yaxshi bo'ldi. Yaxshimisan? Uyingga o'tmoqchi bo'lib turdim. Hammani do'le. Barakasini bersan. Ko'rishamiz o'rtoq. Boshim yomon qattiq og'riyapti. Mani sen do'lang o'rtoq. O'rtoq, hammasi joyidami yo bu narsa yoqmayaptimi? Cho'tki hammasi. O'rtoq, men ozgina ishlarim bor edi. Nimadir yeging kelsa, bemalol zakaz qilib yeyverasan. Bo'ptimi? Men hisobimga yozdirib qo'ysan. Ketdim. Sen jinnimisan, Kallangni ishlatmaysanmi bunda? Chumoga o'xshab yuraverasanmi? Bir marta 10 ming tikib qo'yib, endi seni butun umr sog'ib yuradimi? Nima qilay unda? Qara, o'sha 10 ming pulini berdi, choffor, bu yog'iga o'zing maza qilib ishlab yurasan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, men Babil egasi edim, arendator. Ha aka, tandim, tuzumsiz. Mana shundoq ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ldi aka, lokasi tashlang, hozir o'taman. Men sizni chaqirtirgan sababi joylarni zo'r ochyapsizlar. Og'ayingiz ham yaxshi yurg'izyapti. Gap yo'q, klientlarni ham zo'r qilyapsizlar. Gap qisqa qilaman, aka. Sani chaqirtirishimdan maqsad gapni ochiq odam. Qattim charchadi. Menmi tikkan puling o'yindan chiqa qolganda. Bergan pullarimga roziman. Otam aytardi. Pulga to'ymagan odam bilan sherikchilikda ish qilma. Narx to'g'ri kelsa, seni ham sotib yuboradi derdi. Joyga keladigan bo'lsa. Men chet el safariga ketyapman. Joyi zo'r yurg'izyapsizlar. Shuning uchun sizlarga sotib ketmoqchi edim. Mana dokumentlari. Men xo'jayin bilan gaplashib, joyni o'zimning nomimga o'tkazib oldim. Bugundan boshlab seni qorangni ham ko'rmay o'tdi. Nafs seni xorlikka olib boradi.